Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak sınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dilala çöçeklerini yaqtırıp anlap kelyapatkan omaklarim. Keşlikinglar xayrlik bolsun. Bugun men sizlarga Shahzoda va Uchar gilam degan çöçekni aytib berayin. Çöçek, Shahzoda va Uchar gilam. Qadimki Hindistonda bir sultan o'tgan ekan. Uning ismi Mirza bo'lib, to'limi qamlashgan 3 shahzodasi bor ekan. Ularning birining ismi Xoshin, birining Ali, yana birining Emot ekan. Nuha ismlik yana bir jiyan qizi bor ekan. Nuha malika yirik yaqinlardan ketgan sahib Jamal ekan. Sultan uni boshda qo'shni mamlakatning podshohiga yotliq qilmoqchi bo'libdi. Biroq malika bo'yiga yetib, borgan sir chiroylilashib ketgandan keyin uchli navra aksining uninga ko'zi tushibdi. Bu ishqa sultonning to'limi beshi qaytibdi. Uning hech qanday shahzodani noumid qo'yg'isi kelmabdi. Bir kuni sultan shahzodalarni yeniga chaqirib, mundaq debdi. Ballarim, men bir obdan amal topdim. Shunda qilsam, sizlar 3 qarindosh orasiga so'g'uqchilik tushmaydi. Ham sizlarning biringlar malikaga o'ylanaysizlar. Demakchimanki, 3 yilinglar yiroq safarga chiqib, eng qoltis bir narsa izdanglar. 1 yildan keyin qaytib kelinglar. Kimning tepib kelgan narsasi eng qoltis bo'lsa, shu malikaga o'ylansin. Shahzoda Sodigar qiyofatida yasinib, hamrohlarini elib yo'lga chiqibdi. Başdan üçü bir yolda mengibdi. Acı yo'lga kelganda bo'linib mangmoqchi bo'lishibdi. Shahzodalar 1 yildan keyin mush yerdagi bir dangda jam bo'lib, uyga tan qaytishga kelishibdi. Xoshin shahzoda bir soda karvoniga qo'shilib 3 oy mangandan keyin Busbaq podshohligining poytaxtiga yetib keldi. Bu shaharda to'limi katta bir rasta bor ekan. Rastadagi qator ketgan do'konlarda tovar durdun, kanapraq, aynak, farfor qochquchilar, qadimki narsalar, shundaqla xilma-xil boshqa tovarlar bo'lib, nima deysa, shu tepiladi ekan. Shahzoda Xoshin o'ziga yorug'idek biror esil narsa uchirtib qelish maqsadida kunda rastini aylanib yuribdi. Bir kuni u bir yaymichining kichikroq bir gilamni ko'tarib olib, ha deb Gilam sotaman, gilam, 40 ming tilla deb vaqirab yurganligini ko'rib qopdi. Gilam deganmi unda qimmat bo'lamdi, deb o'ylabdi shahzoda va uning oldiga berib. Shunda qimmatga qaraganda gilamingizning biror xosiyati bormi nima, ha? deb so'rabdi. Yaymichi xaridor chiqqanligini ko'rib, Xoshining peshidan chetga tortib. Bu haqiqatan bir xosiyat gilam. Uning ustiga o'ltirib, nega opar deysiz, u sizni deya yeringizga opirib qo'ydi, deb pichirlabdi. Shahzoda uning degani rost bo'lsa, men haqiqatan ajoyib qoltis narsa topgan bo'lmamdim, deb o'ylabdi-da, yaymichiga bu gilam rostli siz deganda xosiyatlikmi? Qandoq dalillab berasiz? debdi. Yaymichi buni uning ko'z oldida isbotlab bermoqchi bo'lib, gilamni yerga yeyibdi. Xoshinni o'zi bilan birga ustiga o'ltirg'izibdi. Andan shahzodaga "Nega borasiz?" deb so'rabdi. Shahzoda yiliqi dangi berishni amni ko'ngliga pikib turishiga, u gilam xuddi qanoti bordek osmonga ko'tarilib, ularni birdamda u dag'ning oldiga uchirib ketdi. Shahzoda ikkilinib turmayla 40 ming tillani sanab berib, u xosiyatli gilamni setib olibdi. Bunda xosiyatli gilamga erishgan Xoshin shahzodaning hozirning o'zida o'z o'tida kuyib, suyida eqiyotgan malikining yeniga uchib borg'usi kelib ketibdi.
Biroq inillar bilan qilishgan va'dasida baldur qaytmabdi. Shuning bilan bekorchilikda bu mamlakatda bormagan yeri qolmay, möhlat to'shqicha o'ynab yuribdi. Möhlat to'shqan kuni gilamni elib yerga yeyibdi, o'zi ustiga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha inilari bilan ko'rishmoqchi bo'lishgan danga yetib keldi. Shahzoda Alichu 3 qarindosh ayrilgandan keyin Shahzoda Ali tinim topmay 4 oy safar qilib Presiyaga keldi. Har kuni shahardagi savdogarlar bilan orlashib yurib, biror xosiyatli narsa tepishning qo'yida yuribdi. Bir kuni uningga pil tishinaytis ko'tarib olgan biraylan uchrab qopdi. U "Bu naychini 40 ming tillaga sotaman" debdi. Shahzoda uningga "Sarang bo'lib qoldingizmi? Pil tishidan yasagan kichikina bir naychinimi 40 ming tilla degan bormi?" debdi. U odam Shahzodaning bu gapiga ochiqlamoq tugul mundaq debdi: "Begim, bu naychiga toza sapselib qarab yiqing-a. Uning ikki tarafiga aynak o'rnatilgan. Uningdan qayerni ko'raman desangiz, shu yerni ko'ra olasiz." Shahzoda Ali bir ishinib bir ishonmay, naychin uning qo'lidan elib, ko'nglida Shah otamni ko'rib boqay deb turishiga, naychining ichidan sultonning taxtida buyruq so'qib o'ltirgan holati ko'rinibdi. U yana malikini ko'rib boqmoqchi bo'libdi. Shu zaman malikining bir necha dedeklar bilan kulishib o'ltirganligi ko'z oldida namoyon bo'libdi. Shahzoda buning xosiyatidan turib hayron qolsa, turib xushal bo'libdi. "Butun dunyoni aylanibmi, bunda xosiyatli narsa topqili bo'lmas" deb o'ylabdi. Shuning bilan u pil tishinaytisini setib ularning kenja inisichu. Imod akalaridan ayrilgandan keyin ming bir jafo mushaqqat chekib Samarqandga yetib keldi. U nurg'un vaqt qidirib yuribmi, ko'ngliga yarg'idek bir narsa uchirtolmabdi. Bir kuni u ko'chada lag'aylab ketib olsa, bir tal olma setib turgan odamga uchrab qoldi. U odam: Kimdi-kim 40 ming tilla chiqarsa, men bu olmani shuningga sotaman" debdi. "Bir tal olmaning nima xosiyati bor? Shunchalar qimmat sotqudak" debdi Shahzoda. Bu degan dunyo bo'yicha eng xosiyatli olma. Har qanday kasalga mubtalo bo'lgan odam bu olmani purapli qo'ysa, sallamaza saqayib ketadi debdi hiliq odam. Shahzoda ko'nglida o'lgan odamni tirildiradigan bundoq olmada xosiyatli narsa bo'lamdi deb o'ylabdi-da, qilcha ishkilanmayla uni setib olibdi. Kichik Shahzoda aqllar bilan ko'rishishga kelishgan möhlatning to'shib qolganligini pamlab, yuk taxtlarini yig'ishtirib yo'lga chiqibdi. Yana mushaqqatli safarni tamomlab, oxir vaqt qaralida heliqi mehmonxonaga yetib keldi. Aqllari u yerda uni kutib turgan ekan. Aqf kuchaylangan bo'lib, hammasi o'zlarining xosiyatli narsani ko'z-ko'z qilishga aldirabdi. "Qaranglar" debdi Xo'shin uchar gilamni ko'rsatib inilariga. "Sizlar buni odatga gilam deb qolmanglar. Uning ustiga chiqib o'ltirib, nega boraman desa, odamni shu yerga olib qo'yadi." Shahzoda Ali: "Bu haqiqatan xosiyatli gilam ekan. Biroq men bir qimmatli narsa setib oldim. Qaranglar, mana bu pil tishnaytisi. Uning ichidan qayerni ko'rmoqchi bo'lsa, shu yerni ko'rgili bo'ladi" debdi. Shahzoda Xo'shin uni qo'liga ilib malikining nima qilayotganligini ko'rib boqmoqchi bo'libdi. To'satdan uning chiroyi tomdek totirib ketibdi. Uni ichiga tushib ketib: "Oh, Tangrim, tugashdiq. Hech qaysimiz suyimlik singlimizga erisholmaydigan bo'ldik. U hozir og'riqdan o'lay deb qopti" debdi. Ali bilan Imort uning qo'lidan naychini ilib, shundoq qarab ekan, Malika bir tiniqda yotqudak. Imort: "Biz uning yiniga hozirla bora olgan bo'lsak, men uni qutqiza olaydim" debdi va o'z setib olgan olmani aqllariga ko'rsatib, uning xosiyatini so'zlabdi. Buning nimasi tas? Xo'shin bilan inlari uchar gilamga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha Malikaning hujrasining oldiga yetib keldi. Dedeklar uch shahzodaning osmondan tushayotganligini ko'rib, eg'izlarini echib qarab qoldi.
Emir shahzoda bir daqiqani qo'ldan bermay xosiyatlik olmani chiqarib malikaning yuziga yiqibdi. Malika go'yo shirin tushdan uyg'ongandek shu zamon shahlo ko'zlarini loppada echibdi. Malika uzunga qalmay sallamasa saqiyib ketibdi. Shahzodalar to'liq xushal bo'lishibdi. Ular Malika bilan xo'shlashib, shah otasi bilan ko'rishga mengishibdi. Podshoh ular bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Xushal xo'ramlik bilan ularning elib kelgan narsalarini ko'ribdi. Biroq ular qaysining akelgan narsaning qaltisligini baholatmoqchi bo'lganda, podshoh yana tanqislikda qoldi. U Ballarim, bu üç xil narsaning qaysisining eng qaltis ekanligiga men qandoq bir nima deya alayman. Navada Alining nayji aynigi bo'lmagan bo'lsa, navir singlinglarning og'rib qolganligini qandoq biladinglar? Uchar gilan bo'lmagan bo'lsa, sizlar o'z vaqtida yetib kela olmaydinglar. Xosiyatlik olma bo'lmagan bo'lsa, malikani qutqizib qolg'ili bo'lmaydi. debdi. Podshoh o'ylanib turib qilib yana Meni boshqacha bir amalim bor. Sizlar o'qiya etishdi baslashinglar, qaysinglar uzun atalasanglar, malikani shuningga yodlik qilay. debdi. Atsi shahzoda belgilangan joyga kelibdi. Musobaqa boshlanibdi. Cho'ng shahzoda birinchi bo'lib aytibdi. O'qiya shundoq uzunga etilibdi. Biroq shahzoda Alining o'qiyasi uningdan uzunga etilibdi. Navbat kichik shahzoda Emorga kelibdi. U aklar atgan nishonga qartib yana tartibdi. Biroq u atgan o'qiyaning o'qini hech kim hech yerdan topolmabdi. Shuning bilan podshohning iloj Hamda izlamanglar. Noha malikini shahzoda Ali olsun. deb chakarlabdi. Shahzoda Xo'shin qattiq qayg'uribdi, umidsizlanibdi, enisining to'yig'imi qatnashmabdi. Beshini elib uydan chiqib ketib, yiroq-yiroqlarga qanqib ketibdi. Emir shahzoda heliq o'qiyaning ishida dargumon bo'lib, uda necha kun uni izlabdi. U o'qiya etilgan yerdan tartib tuz siziq bo'yicha oldiga mengib, tog' davollardan eshibdi. Mang 8-9 kilometrdek mangandan keyin oqibat bir yo'g'on toshning ustidan heliqi g'oyib bo'lgan yo o'qini tepibdi. Shahzoda o'qiyani qo'liga elibla to'satdan oldida ajoyib bir hashamatlik saroy turganligini ko'rib qopdi. U saroyning eshigini ochib ichiga kiribdi. Uning oldiga farishtadek chiroyli bir qiz chiqibdi. "Xush kelibsiz, Emir shahzoda", debdi u qiz. Shahzoda u qizning o'zining ismini atayotganligidan intayin hayron qoldi. Darhol salom qilibdi va "Hurmatli xon qiz, mening ismimni qandoq bilasiz?" deb so'rabdi. "Men ilohning qizi bo'laman. Siz bilan akangizning ishlaridan xabarim bor. Uchar gilam, aynak naycha, yana yiliqi xosiyatlik olma. Men hamma ishni bilaman." Farishta shundoq deganicha izo tartib beshni tuvan sapdi-da shahzodaga: "Men sizni yaxshi ko'raman. Sizlar o'qiya etishdi baslashayotganinglarda men yeningizda edim. Siz atgan o'qiya uzunga borolmaganda men o'qiyani tutib olib, oldiga akilib qo'ydim. Men shu kundan tartib men sizning uni izlab kelishingizni kutib turibman", debdi. Farishtaning gapidan shahzoda to'liq xushal bo'libdi. Barliq dard alamlarini unutib ketibdi. Umu bu go'zal farishtaga oshiqi beqaror bo'lib qopdi. Shahzoda bilan farishta saroyda katta to'y ma'rakasi o'tkazibdi. Ikkisi bir-biriga vafodor bo'lib, baxtli yashapdi. Umaqlarim, uchar gilam, aynaknaychan, xosiyatlik olma baq qaltisgana. Bu uch narsaning xosiyati orqali malika qayta hayotlikka erishdi. Bizningmi shunday xosiyatli narsalarimiz bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'ladi. Lekin biz cho'chakdan bu uch narsadan esil narsalarga erishdik. U bo'lsa-mu podshohning haqqoniyligi, aql farosatligi va uch shahzodaning botirligi. Bu esil axloqiy fazilatlar uchar gilam, aynaknaycha va xosiyatlik olmadimi bahslatgan? Shuning uchun biz bularning esil fazilatlarini o'zimizga ulgu qilaylikmi? Kech bo'lib ketibdi, o'maqlarim. Endi baldur uxlanglar.
Әді şu vaqtda Dilala Ündidar salonda görüşeylik. Tatlıq düşlər sizlərə həmrah bolsun. Desem dilimden elley balam elley baltamı tut dilimden elley balam elley güzelliğin tulunay elley balam ay geldi elley yaşlar döktüm üstünge elley balam elley anam edin sütümge elley balam elley Tadımız Musa'y geldi elley balam elley anam edin sütümge elley balam elley Tadımız Musa'y geldi elley balam elley elley balam elley